savol berishdi endi odamlarga. Inson qaysi holatida juda ham baxtli bo'ladi? Nima ish qilsa u baxtli bo'ladi? Bu haqida bir hujjatli film ham bor. Hozir esimga tushmayapti. Xolos bir inson juda boy badavlat bo'ladi-da, har narsa qilib ko'radi. Har narsani nima deydi, ta'miga qarab, ta'mini totib ko'ribdi deydi. Har narsani ta'mini totib ko'radi. Qilmagan ish qilmaydi, lekin baribir nima qila olmaydi, baxtli bo'la olmaydi oxirigacha. Huzur yo'qda. Keyin Afrikaning qaysidir bir davlatiga borib suv ochib bitdi-da. Suv ochsa, bir yigit oyog'idan kelib quchoqlabdi-da uni, yosh yigitcha, bolacha. Kelib quchoqlab yuziga qararmish-da. Keyin boyagi odam aytdi, "Nega buncha qaraysan yuzimga? Siz yuzni tanib olishim kerak, yaxshilab tanib olishim kerak siz. Nega? Nima qilasan meni? Tanib olsa, ertaga Xudoga aytaman, mana shu odam bizga suv ochib bergan deb aytaman. Shuning uchun yuzni tanib olishim kerak" demişdi. U odam aytadiki, shuni rohatida o'sha payt his qilgan rohatimni his qilish uchun nima ham bo'lsa berardim. Biz gohida qo'limizdan bir yordam kelsa ham erinib yo vaqtimizni qizg'anib, oddiy ishlarda bir-birimizga yordamchi bo'lmaymiz-da.